Hamma kutgan Lacetti Buru 8 yurdi akalar. Birinchi o'rinda sizlarga glushiteri bilan tanishtiraman. Kechagi holatda glushiter bunaqa turishi orzu edi. Bir xilda beryapti. Mashinamiz yurdi, sariq svetlari ham hamma yo'g'i, xudo xolisa o'shdi akalar. Kommentariyada juda ko'pchilik hamkasblar, professionallar fikrini qoldiribdi. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Mashinamiz go'zal holatda yurdi. Mana akalar. Shu inson ham yozibdi, mana belgilab qo'ydik. Aka, injektorni simini ko'ring, shu impuls uzilib olyapti degan. Bunda asosiy problema shunda bo'lgan, ikkiga kalenvaldatchi, tixoddatchi simlarida ham muammo bo'lgan. Mashinaga nima qilib berganmiz? Galovkasini chiqarib olib kelishgan, 16 ta направляющий, sarochka pritilga qilib, bir komplet yangi klapan qo'yib berganmizda, olib borib mashinani yurgizganda mashina qaltiragan. Elektrikga ko'rsatgan, unga bunga yurgan hamma diagnostikani galovka yaxshi bo'lmagan diyorgan akalar. Xudo xolasa ko'rdik, tekshirdik, galovkadan chiqmadi. Alloh xohladi. Nima demoqchiman? Xato qilmagan inson hali hech narsa qilmagan inson. Luboy usta qilgan ishini go'zal chiqishini xohlaydi. Endi buni terigan motorisa qilmagan. Bu akamiz borgan elektriklar ham balki ishi ko'p bo'lgandir, balki shogirdlariga berib qo'ygandir. Yaxshi gumon qila olish kerak. Endi ular hammasi aytgan galovkadan deb. Xudo xolisa galovkadan chiqmadi. Mana akalar, kommentariyada fikrini qoldirganlardan Alloh rozi bo'lsin. Obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etib turinglar. Endi yana aytaman, qilib bergan galovkamizni olib borib bosasiz, ko'ngilingizga yoqmasa minib kela olasiz. Aybimiz bo'lsa, hamma rasxod bekarga. Sog' bo'linglar.